Shu qovurma lag'monni qilib bersam, Uyg'ur qo'shnim menga ham retseptini bering dedilar. O'sha retsept bo'yicha bugun sizlar bilan tayyorlaymiz. O'zi har doim go'shtni soyaga evitib olardim. Hozir vaqtim kamroq. 20 minut soyaga evitilgan go'shtga обязательно chesnok и lag'mon pripravasini solib qovurib olamiz. Uzuncha to'ralgan piyozimizni, seldiri, oqtirib va basay karamini bitta aylantirib, svetofor bolgarskiylarimizni ham nomiga aralashtiramiz. Keyin tuz va tomatli pastalarini solib, alohida tavada aytaylik 10-15 minutga dimlab qo'yamiz. Alohida qozonda bo'lsa, yog' bilan tomatli pastani solib, xamirimizni chiroyli qizil rangga keltirib olamiz. Aytaylik 1-2 minut yaxshilab baland olovda qovurib olamiz. Keyin qaylasini solib, mani vaqtim kamligi uchun unaqa qilmadim, lekin sizlar обязательно ustiga tuxumni qovurib, sovursanglar va pishizor chiqadi.